1932-yılı Türk şahzadası Koltekinning qabri toshiga Orxun yozig'i bilan o'yilgan Koltekin mangu toshida bunday yoziqlar bor. Topg'och Xitoyning so'zi shirin, ipak matolari yumshoq ekan. Shirin so'z yumshoq ipaklari bilan aldab uzoq bo'lgan millatlarni o'ziga yaqinlashtirar ekan. Yaqinlashib joylashgandan keyin yomon tushunchalarni tarqatishni boshlar ekan. Yaxshi olim kishilarni va yaxshi botir kishilarni oldingi bostirmas ekan. Hatto beshikdagi urug' avlod ajdodlarigacha rahim qilmas ekan. Shirin so'zga, yumshoq ipaklarga aldanib, ko'pchilik turk xalqlari tamom bo'ldik. Ömür o'zib bora жатыр, armon o'zib bora жатыр. Bo'lajaqda qo'lg'altirang bo'lmoq uchun zaman axir kimga kerak? Shumir basin, shortinishing to'lg'asin.